muhandisi Kristian Gyugensga tegishli edi. Birinchi ishonchli dvigatel esa 1860-yilda fransuz muhandisi Etienne Lenoir tomonidan ishlab chiqilgan. 20-asrga kelib ichki yonish dvigateli avtomobil transportida asosiy dvigatelga aylandi. Dvigatel? Esa Bu nima degani? Oyimdan so'rayman. Oyijon, oyi, dadajon, qayerdasizlar o'zi? Dada? Yaxshi. Shu yerdamisiz? Dadajon, dvigatel nima degani o'zi? Buncha hovliqasan o'g'lim. Xayrli tong. Voy, uzr. Assalomu alaykum. Xayrli tong, dadajon. Va alaykum assalom. Dada, ichki yonuv dvigatel nima? Bu bizning yuragimiz. Unda nega dukillamaydi? Faqat vag'illaydi. Chunki bizning yuragimiz odamlarnikiga o'xshamaydi. Shuning uchun ichki yonuv dvigateli deyiladi. Baribir tushunmadim-da. Hozir senga tushuntirishga harakat qilaman. Mana bu dvigatel deyiladi. Bu to'rtta aylana silindr. Uning ichidagilari portion deyiladi. Silindrda yuz beradigan portlash chog'ida Nima? Portlash? Qo'rqma, bu katta portlash emas, shunchaki kichik chaqnash. Benzin bilan havo aralashmasi silindrga tushib, u yerdagi elektr tutashuvi orqali yuz beradigan chaqnashdan portlab, porshonni pastga suradi. To'rtta porshon birin-ketin aylanib, tirsakli valni harakatlantiradi. Tirsakli val esa aylanma harakatni uzatgichlar qutisiga o'tkazib beradi. Aylanma harakat uzatgichlar qutisidan g'ildirakka o'tkaziladi. G'ildirak aylangach, ana shunda biz ham yuramiz. Ajoyib, juda qiziq ekan-ku. Juda qiziq. Lekin odamlarning g'ildiragi yo'q-ku, ular qanday yuradi? Bu undan ham qiziq. Biz benzin bilan yuramiz, odamlar shakarda yuradi. Iye, shakar, hamma ham shakar yeyavermaydi-ku. To'g'ri, lekin odamlar yeydigan barcha ovqat tarkibida shakar bo'ladi. Ovqatdagi shakar qon orqali miyaga boradi. U yerdan elektr impulsiga aylanib, butun tana bo'ylab tarqaladi. Dada, odamlar elektrdan qo'rqadi-ku. Elektr ularni urmaydimi? Yo'q, juda past bo'ladi. Shuning uchun urmaydi. Miyadan berilgan topshiriq asab tolalari orqali kelib mushaklarga o'tadi. Mushaklar esa shu paytgacha saqlab kelayotgan shakllarni yoqish orqali harakatga keladi. Qoyil, men hammasini bilib oldim. Ichki yonuv dvigatelini ham, mushaklar harakatini ham bilaman endi. Nima deb baqiryapsan? Odamlar mushaklarda, mashinalar ichki yonuv dvigateli orqali yurarkan. Endi bilmagan narsam qolmadi. Menda na mushak bor va na ichki yonuv dvigateli. Lekin mana, yurib kelyapman-ku. Qanaqasiga? Men bilmagan narsalar ham bormi? Hali sen bilmagan narsalar juda ko'p. Aslida sen bilganlaringga emas, bilmaganlaringga ko'proq e'tibor ber. Shunda behudaga hovliqmaysan, ko'proq bilib olasan.